Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Siz bilan birgalikda milliy sertifikat darajasidagi bir geometrik savolni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, demak savolimiz to'g'ri burchakli uchburchak berilgan, katetlari 3 va 4, gipotenuzamiz 5 ga teng. Gipotenuzaga tushirilgan balandlik va gipotenuzaga tushirilgan bisektorisalar orasidagi masofani topishimiz kerak. Xo'sh, demak buni qanday qilib qulay usulda topamiz? Xo'sh, adilni qilib chizib oldik. Mana to'g'ri burchakli uchburchak, tomonlari 3, 4, gipotenuzamiz 5 ga teng. Demak, gipotenuza ajratgan kesmalardan ketamiz. Demak, mana bu kesmamizning uzunligi 3 ta a deydigan bo'lsak, bu kesmamizning uzunligi 4 ta a bo'lar ekan. Xo'sh, ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, demak 3 ta a qo'shilgan 4 ta a barobar 5 ga teng bo'ladi. Xo'sh, endi albatta bu bisektoriya xossasidan 3 va 4 degan qismlarga bo'lindi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 7 ta a barobar 5. A ni topadigan bo'lsak, a miz 5 taqsim 7 ga teng bo'lar ekan. Demak, mana buni uzunligi 5 ni qo'yadigan bo'lsak 15 taqsim 7. Buni 5 ni qo'yadigan bo'lsak, demak bu qismning uzunligi 20 taqsim 7. Ana endi xo'sh, mana bu yerda yana chizib olganmiz. Balandlik xossasidan foydalanamiz. Demak, to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga tushirilgan balandlik bular bizning soyalarimiz, ya'ni proyeksiyalardir. Proyeksiyalar nisbati tomonlar nisbati kvadratlariga proporsionalidir. Demak, bu 3 va 4 nisbatda bo'ladigan bo'lsa, soyalarimiz 9b yu, demak 16b deymiz. Xo'sh, buni mana bu yerga davom ettiradigan bo'lsak, 9b ga 16b ni qo'shadigan bo'lsak, 25 ta b barobar 5 ga teng bo'lar ekan. B ni topadigan bo'lsak, b teng 1 taqsim 5 bo'lar ekan. Demak, bu tomonimiz 9 taqsim 5 bo'lar ekan, bu tomonimiz 16 taqsim 5 bo'lar ekan. Demak, biz kesmalarimizni yozamiz. Xo'sh, bu qismimiz 9 taqsim 5. Xo'sh, demak, mana bu qismimiz 16 taqsim 5 bo'lar ekan. Xo'sh, ana endi bisektoriyasi ajratgan kesmalarni yozamiz bu yerga. Bu qismimiz 15 taqsim 7. 15 taqsim 7. Xo'sh, demak, bu qismimiz demak 5 taqsim 20 taqsim 7 bo'lar ekan. Demak, 20 taqsim 7 bo'lar ekan. Demak, ko'rinib turibdiki, 16 taqsim 7 dan ayiradigan bo'lsak, 20 taqsim 16 taqsim 5 dan, ya'ni mana bu 16 taqsim 5 imizdan ayiradigan bo'lsak, 20 taqsim 7 ni, xo'sh, x masofamiz kelib chiqar ekan. Demak, x barobar 12 taqsim 35 ga teng bo'lar ekan. Shunaqangi qiziqarli misollarning yechimlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying. Bizga obuna bo'lish sizga zarar qilmaydi.